Men gapiray. Bugungi kunim juda ham yaxshi bo'lyapti. Eshiga nima uchun ochiq? Ha. Bugun men merdan pul olib kelishim kerak edi. Ana, voy, nima qilyapsan? Yo'q, buni olmoqlarni temirdan ish qo'ygan. Salom ber. Nega kelding? Kecha sizning ishingizni qilgandim-ku, shu pullarni bersangiz degan edim. Yo'q, meni senga beradigan pulim yo'q. Chiq uyimdan. Nima? Yo'q. Urmang. Yo'q. Qol. Qaytib kelma. Mana yerga juda ham bir badjahl. Nima deyapsan? Hech nima. Men mana bu xullas mana ekinlarni olmoqchi edim, mana ekinlarni olayotgandim. Mana pishib qolgan narsalar bor ekan. Mana joyiga ham ekib qo'ydim. Men qanday narsalar qilyapti ekan. Nega o'ylayapsan? Yo'q. Mer pomidor yeyapsizmi? Mer yomon yo'llarga o'tib ketibdi. Mana qaranglar, uyni olmasdan qilib olibdi. Yo'q. Mana merni qaranglar. Uyini toshlarini pastga olmasdan qilib olibdi. Olmos degani. Yo'q, balkim men bilan hazillashayotgandir. U men bilan juda ham yaxshi munosabatda edi oxiri kechagina. Ay! Bu yerga kirishdan oldin qadamingni o'ylab kel. Tushundingmi? Yo'q, men ham borgan sari badjahl bo'lib ketyapti. Juda ham mazza qilib uxlab oldim. Bugun boshliq bilan ishlashimiz kerak edi. Qani ratsion qilamiz. Alo boshliq. Alo. Men bilsangiz, GameStone'man. Tanidim. Bugun uchrashuvimiz bor edi-ku, o'sha qayerda bo'ladi? Siz keldingiz o'zi bu yoqqa? Men mana shu tomonlarda yurgan edim. Chopilgan daraxtni oldiga kel. Xo'p, hozir. Bo'ldi, aloqa tegadi. Senlar nima qilasanlar uyimda? Qoch, yo'qol. Aytgancha boshliqdan yana bir nimani so'rab olishim kerak edi. Alo boshliq. Alo, yana nima deysan? Uzr, sizning hisobingizga tegyapman, lekin men boyga siz bergan miltiqlarni olib olaymi? Albatta. Bo'lmasa mana bu o'qlarni olib olsak bizga yetaveradi. Alo boshliq. Nima deysiz? Kelyapsanmi? Men bu yerda o'tiraverib zerikib ketdim. Bo'ldi, jahlingiz chiqmasin. Hozir bo'lyapman mana. So'q ekan. Senga bu yerlar issiqmi? Ana boshliq ham ko'rindi. Voy, boshliq. Salom. Keldingmi? Kelyapman mana. Ko'rmaysizmi? Yo'q. Boshliq. Vijvoniya qilyaptimi? Salom boshliq. Uzr, urib yuboribman. Meni urishga qanday qildi? Yo'q. Urmang. Nima qilam? Miltiqni o'qni tasha, o'q ber. O'qingiz qolmaganmi? O'zida ko'p o'q bor edi-ku. Mana bor. Yo'q. To'xtab turing, menga hozir Jamol telefon qilyapti ekan, men bir gaplashish kerak. Mana Jamol bilan ham gaplashib oldim. Ular shu Jamol ekan, u mening sherigim. Xullas, u bilan gaplashib turamiz har zaman. U menga aytdi, boshqa aytib qo'y, bugun ishga bora olmaysiz ekan. Voy boshliq. Men Jamol bilan gaplashib ko'rdim. Nima dedi? Bugun ishga kela olmas ekan. Unda uni o'rniga kimni olamiz? Men borman-ku. Mayli. Sen menga o'qni tezroq tasha. Mayli, faqat meni otib tashlamaysizmi? Juda ham jahordorsiz.
Zangi. Ahmoq qilyapsanmi? Ahmoq qilyapman, конечно. O'zimda ham bir stak o'q bor, mayli sizga yarmini bo'lashaman mana. Shunday bo'lsin. Mayli. Mayli. Mayli, mana o'qlarni olib oling. Yur. Aytgancha boshliq. Aka, mening pulimni bermaganda uni otib tashlashga ruxsat bering. Hay. Mayli, ertaga qilamiz. To'xtab turing, men uyimdan bir ikkita o'qlarni olib olay. Sening uying qaysi? Mening uyim, mayli, hozir ko'rasiz. Mana bu la'nati merning uyi. O'ng'isdan ekan, ha? Ha, конечно, olmasam bo'ladi. Axir bu mer bo'lsa. Mana qochinglar. Uyga kirsam bo'ladimi? Ha, kiravering faqat. Mana bular ham bir bezor qiladi. Ovqating yo'qmi? Ha, hozir bu orib yuborgan ovqat. Ikkitagina samonim bor ekan, non yashashingiz mumkin. Hay. Mana ikkitagina samon. Tashla. Xullas, biz kechqurun o'qilardik-a? Hozir kechqurun emas, hozirchalik non yashab oldingizmi? Chiq, yo'qoldim. Bu uyga kirishning iloji bormi? Bor ekan. Siz aytyapsiz? Mana, men tomidaman. Sakrab chiqdi, uddala olsang senga 5 baho qo'yaman. Boshliq? Voy, bu yerga sakrashda iloji yo'q-ku. Ilojini top. Qanday qilib sakrayman? Mana, o'rgan. Yosh bola bo'lmang, boshliq, ketdik. Kechqurun ham bo'lib qoldi. To'xta. Ketdik, deyapman, boshliq. Shularni qilsam yoshligim esimga tushib ketadi-da. Ha, yoshlik beboshlik deydi. Qani ketdik. Oyni qarang, boshliq. Yo. Bugun noy qandaydir katta bo'lyapti, ha? Ha. Nima deyotganingiz? Bu oyni umrimdan. Voy, tegmang, boshliq. Boshliq tegmang. Mer o'ldiradi. Meringni bugun otib tashlaymiz-ku. Nima ham qilardi? Uni kimi bor? Yarim oy bo'lyapti ekan, boshliq. Mayli. Mayli, ketdik, bo'lmasa biz qishloqlarni qutqaramiz. Aytgancha, potato. Mamma mia. Yo'qol. Orqangda. Mana. Creeperlar ham bunga tegdi. Mayli, boshliq. Bugun himoyaga qarshi miltig'ingga o'qlab qo'y. Mana, kelyapti. Hanki? Mening orqam. Mana. Gitlermidi? Menimcha. Qaniki? Cho'chqachani o'ldirdingizmi? Siz teknoplashni o'ldirdingiz. Siz afsona o'ldirdingiz. Men yana Creeper. Ana u yerda spider ham bor ekan. Joni ketmadi. Yaxshi boshliq. Mana creeper. Iltimos meni portlab ketmasin. Men creeperlarni yomon ko'raman. Juda ham. Voy, portlayapti. Boshliq, mayli, uxlab olganimiz yaxshiroq deb o'ylayman. Hay. Sen zombi. Mana. Meni zaharlading. Yo'q. Mana. Ha, mayli, boshliq, bugungi ishimiz yetar. Bo'lmasa biz boshliq. Bo'pti, xayr, bo'lmasa biz uxladik, ertagacha. Boshim juda ham og'riyapti. Lekin kecha ham boshliq bilan zo'r ishladik. Aytgancha, Ashar men kecha boshlig'idan so'ragan edim-ku, merni o'ldirsam bo'ladimi deb. Mana buni o'ldiramiz. Bo'lmasa biz boshlig'ining yoniga yashirincha kelib boramiz.
Hoy, kimdir bormi? Kimdir bormi? Kel. Kimsan sen? Ha, men Gamestonman. Kel. Sana boshqa? Nega kelding? Pulimni berasiz degandim. Yo'q. Yo'q. Qol. Sen serialni buzib qo'yding bak aka. Sen serialni buzib qo'yding bak aka. O'ldiraman seni. O'ldiraman seni. Shuning uchun men o'zimni ko'tingga tiqding. Bak aka, seni o'ldirmasam qo'ymayman. Seni o'ldirmasam qo'ymayman. Bek aka. Chiqib ham ketdi. Hammaga xayr. Bugungi videomiz shu yerda tugaydi. Lekin ana bu bo'lsa haliyam olam kelib o'tirib qo'ysam, mana shu qo'yib qo'ysam. Allo, hammaga xayr.